Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan 2017-yilda O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq shoiri Ibrohim Yusupov nomini abadiylashtirish, uning izdoshlarini kashf etish va iste'dodlarini keng namoyish qilishlari uchun Ibrohim Yusupov nomidagi ijod maktabi bunyod etilgan edi. 239 nafar o'quvchiga mo'ljallangan ushbu maktabda o'quvchilarga Qoraqalpoq fani va adabiyoti chuqur o'rgatilib kelinadi. Kuni kecha mazkur maktabda Nukus harbiy prokuraturasi hamda Shimoli-g'arbiy harbiy okrug qo'shinlari qo'mondonligi bilan hamkorlikda iqtidorli yoshlar o'rtasida "Meni vatanparvarman" shiori ostida ko'rik tanlov tashkil etildi. Tanlovda 4 ta jamoa ishtirok etib, 5 nafardan ishtirokchi qizlar harbiy vatanparvarlik yo'nalishida bilim, iqtidor va zukkolikda bellashdi. Harbiy liboslarda saf tortgan mag'rur qizlar bahsi qizg'in va murosasiz kechdi. Har bir jamoa g'alabaga bo'lgan kuchli ishtiyoqini tanlovdagi ishtiroki bilan isbotlab turdi. Dastlab jamoalar o'zlarini tanishtirish shartidan boshlagan bo'lsa, ikkinchi shartda vatanparvarlik mavzusida rasm chizishga kirishishdi. Monolog deb atalgan 3-shartda ishtirokchilarning notiqlik san'ati, sahnada rol ijro etish mahorati va adabiyotdan boxabarligi aniqlandi. Savol-javob shartida ularning tariximiz haqidagi bilimlari sinaldi. Bellashuv yakuni bo'yicha g'olib va sovrindor jamoalar tashkilotchilar tomonidan munosib rag'batlantirildi. O'quvchi qizlar ishtirokida o'tkazilgan tanlov yoshlarni haqiqiy vatanparvar, mard va jasur qilib tarbiyalash bilan birga, ular orasida shijoatli qizlarni aniqlash, ayollarning jamiyatdagi o'rnini yuksaltirish, gender tengligini ta'minlashga qaratilgani bilan ahamiyatli bo'ldi.